Dasturimizni sport xabarlari bilan davom ettiramiz. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filialida sportchi yurt himoyachisi shiori ostida talabalar o'rtasida sportning 5 ta turi bo'yicha musobaqa bo'lib o'tdi. Bundan tashqari, filialda har haftaning payshanba kuni sog'lom turmush tarziga amal qilgan holatda badantarbiya mashg'ulotlari bilan boshlanadi. May oyi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filialida sport oyligi deb e'lon qilinishi zamirida ko'plab sport musobaqalari va sog'lomlashtirish tadbirlari muntazam ravishda o'tkazilmoqda. Aynan talabalar o'rtasida badminton, voleybol, basketbol, streetbol va stol tennisi bo'yicha o'tkazilgan sportchi yurt himoyachisi shiori ostidagi musobaqada ham 1000 ga yaqin talaba ishtirok etdi. Hozirgi kunda bo'sh vaqtlarimizni mazmunli o'tkazish maqsadida sportchi yurt himoyachisi shiori ostida o'z sport turlari bo'yicha mashg'ulotlar olib bormoqdamiz. Bundan tashqari o'sha festivallar, turli xildagi tanlovlarda ham faol tarzda qatnashib kelib, o'z universitetimiz sha'nini himoya qilgan tarzda qatnashga harakat qilamiz. Basketbol va voleybol sport turlariga faol tarzda qatnashib, o'z gruppamiz bilan birga faol tarzda qatnashib kelmoqdamiz. Men asosan payshanba, seshanba va yakshanba kunlari biz universitetimizda shu bo'sh vaqtlarimizni mazmunli o'tkazish maqsadida basketbol va voleybol turlari bo'yicha sport musobaqalari bo'lib o'tadi va shundan biz basketbol sport turiga faol tarzda qatnashib, bilimlarimiz, ko'nikmalarimizni oshirib kelmoqdamiz. Talabalar o'zlari qiziqqan sport yo'nalishi bo'yicha yakka hamda jamoaviy tartibda bellashib turli natijalarga erishdi. Eng muhimi, g'alabani qo'lga kiritgan talabalar munosib taqdirlanishdi. Sportning boshqa turlari bo'yicha musobaqalar shu oyning oxirigacha bo'lib o'tishi reja qilingan. Ushbu musobaqada bugun yakuniy qismi bo'lib o'tmoqda. Bunda sportchilarimiz o'zining erishgan yutuqlarini munosib taqdirlanishdi. Sportning barcha turlarida sportchilarimizga imkoniyatlar yaratilgan, barchasi sportchilar, talabalarimiz va bo'sh vaqtlari mana shu yerga kelib, o'zi shu bo'sh vaqtlari qolganda shu yerga kelib sport musobaqalarida shug'ullanishadi. Bundan tashqari universitetning professor o'qituvchilari va mas'ul xodimlari ishtirokida sport oyligi munosabati bilan haftaning payshanba kuni sog'lomlashtirish mashg'ulotlari bo'lib o'tmoqda. Unda 100 ga yaqin xodim qatnashib, yanada sog'lom va tetik bo'lishga intilishmoqda.